Ko'rayotganinglardek, singlimizning bellari umurtqa polni qiyshib. Bu tug'ma singlimiz Gulhayo 16 yoshda. Singlim oldimasiga o'tirasiz bo'ladi. Holat ko'ryapsizlar, umuman o'zlari yurolmaydilar. Oilani o'zini kartalar. Hozir hech kimda pul yo'q, kam. Hozir hammaga qiyin, lekin biz $50,000 pulni yig'ishimiz kerak. Hech bo'lmasa o'zingiz uchun 5,000 so'm 2 minut vaqt ajrating, to'xting. 5,000 so'm o'zingiz uchun ehson qiling. O'zingiz uchun shu pulni hadya qiling. O'zingizga qaytadi. Hozir shu pulni ehson qiling. Inshaalloh ertalabgacha hech bo'lmasa sizga Alloh buni 10 barobar qaytaradi. Bugun qaytarmasa qiyomatda qaytaradi. Hech bo'lmasa videoga like bosing. Juda qiyin narsa, bilaman. Hozir eng kerakli narsa. Damga tushganmiz. Videolarni ko'proq millionlab insonlarga ko'rsatishimiz kerak. Hech ko'p emas, bir dona eng yaqin do'stingizga yuboring. Videoni bitta istoriya qo'yib bering. Faqat shuni so'rayapmiz. Qo'lingizdan kelsa ehsonga sherik bo'ling. Agarda videolarda kartalar blok bo'lib qolsa, Payme, Click, Paynet, libo ilovadan kirib yaxshilik izlab deb qidirib, ular u yoqdan ham ehson qilsangiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Unutmang, hammamiz birgalikda harakat qilsak, biz singlimizdan qutqarib qolamiz. Bu qiz yurib keta oladi. Buni biz Turkiyaga, Istanbul shahriga olib borib, biz operatsiya qilishimiz kerak. Unutmang, yaxshilik javobsiz qolmaydi. Inshaalloh bugun sizga qaytmasa, Alloh kelajakda sizni farzandlaringizni bolasini bunaqa bir musibatdan Alloh asraydi inshaalloh. Bular ham bunaqa bo'lishini xohlamagan. Qo'lingizdan kelsa siz ham yordam qiling. Hech qachon unutmang. Yaxshilik har doim qiling.